IT va algoritmik dasturlash sohasiga qanday kirib kelgansiz va bu sohada qanday muvaffaqiyatlarga erishdingiz? Jidu IT Club podkastini boshlaymiz. Bugungi mehmonimiz IT sohasi mutaxassisi Sunnatullo Sensei bo'ladilar. してお送りしたいと思います。 O'zingiz va hozirgi faoliyatingiz haqida qisqacha aytib bersangiz. いただけますでしょうか。 Avvalambor assalomu alaykum janob Nambu. Men talabalik davrini Toshkent axborot texnologiyalari universitetida bakalavr va magistratura yo'nalishlarida o'qiganman. 2010-2014 yillar oralig'ida bakalavr va 2014-2016 yillar oralig'ida magistratura yo'nalishiga o'tganman. Dasturiy injiniring yo'nalishi bo'yicha. では次の質問で、Murabbiy sifatidagi tajribangiz va malakangiz haqida gapirib bersangiz. 専門ですね。ご専門は何かということをお教えいただけますか。 ICPC yo'nalishi bo'yicha 2012-yildan beri musobaqalarda o'zim ishtirok etishni boshlaganman talabalik davrimda va 2012-yil o'zidan boshlab nafaqat musobaqalarda ishtirok etish, shu vaqtda universitet yosh o'quvchilari ustida murabbiylik faoliyatini olib borganman. Ya'ni ularga ICPC yo'nalishi bo'yicha competitive programming yo'nalishi bo'yicha talabalarga o'z bilimlarimni ulashib kelganman. Va hozirgacha demak murabbiylik sohasi bo'yicha 15 yillik tajribam bor. Aynan musobaqa yo'nalishi bo'yicha. じゃあ次の質問です。じゃあ Kuchli ICPC jamoa yetishtirishda murabbiy roli qanchalik muhim? どのぐらい重要だというふうに考えておられますか。 ICPC jamoasini tuzishda murabbiyning roli juda yuqori deb hisoblayman. Sababi o'quvchilar o'zi ham aynan shu musobaqaga yakka holatda tayyorlansa bo'ladi, lekin murabbiy bilan tayyorlanganda kamroq vaqt sarflab ko'proq ma'lumotlarni o'rganadi. Va bundan tashqari jamoa a'zolarini shakllantirishda ham talabalarda demak psixologik anchagina stresslar bo'ladi bu musobaqa jarayonida. Shu stresslarda ham o'qituvchini beradigan tarbiyasi muhim deb hisoblayman. Sababi bu musobaqa jarayonida ba'zida shunaqa holatlar bo'ladiki, o'quvchilar 2 soatlab bitta ham misol ishlamay turishi mumkin. Shunaqa vaziyatlardan chiqib ketish uchun bolalarda psixologik ozroq tayyorgarlik bo'lishi kerak va aynan bunaqa tayyorgarliklarni o'quvchilar bilan olib boradi. Va musobaqa jarayonida ham kerakli masalalarni ishlashda kerakli bilimlar, kerakli algoritmlarni qanaqa tartibda o'rganish ketma-ketligini murabbiy orqali qilgan anchagina yaxshi va samarali bo'ladi. ではすいません。次。 Yaxshi murabbiy bo'lish uchun qaysi ko'nikmalar zarur? コーチになるためにはどんなことが必要なんでしょうか。 Aynan musobaqa yo'nalishi bo'yicha kuchli murabbiy bo'lish uchun avvalambor o'qituvchini o'zi kuchli bilimga ega bo'lishi kerak. Aynan shu soha bo'yicha o'zini tajribasiga bo'lishi kerak va bu soha bo'yicha demak kerakli algoritmlarni, ma'lumotlar tuzilmalarini to'liq o'rganib chiqqan bo'lish kerak. Murakkab ma'lumotlar tuzilmalari bor, bularni ham o'rganib chiqqan bo'lish kerak va muntazam ravishda talabalar bilan shug'ullanib borish kerak hamda eng avvalo har doim o'z ustida ishlash kerak deb hisoblayman. では ICPC 以外 Japan Digital University'da asosan qanday faoliyat olib borasiz? ICPC yo'nalishidan tashqari JDUda birinchi kurslar ustida ya'ni birinchi kurslarga dasturlash asoslari, ya'ni boshlang'ich dasturlashga kirish darsini o'tamiz va bu dasturlashga kirish darsida biz aynan dasturlashlarga, ya'ni ixtiyoriy yo'nalishga kira olish uchun C++ dasturlash tilini tanlab, aynan shu dasturlashni talabalarga o'rgatamiz. Talabalar bilan ishlashda eng ko'p uchraydigan muammo qaysi? どんな問題がありますでしょうか。 Talabalar bilan shug'ullanishda albatta har doim muammolar bo'ladi. Bu talabalarni tushunishda boshida qiynalishi, ular bilan yakka shug'ullanib chiqishimiz kerak bo'lyapti. Va albatta o'ylaymanki, bu muammolarni sekin-sekin talabalar bilan birgalikda yengib o'tamiz.
Universitet muhiti IT mutaxassis shakllanishida qanday rol o'ynaydi? 人材を育てるにあたって、どんな役割を果たすというふうにお考えでしょうか。 Bu yerda IT mutaxassislar yetishib chiqishadi, chunki talabalarda ko'ryapman, hammasida ITga qiziqish juda yaxshi va universitetning bundagi roli, asosiy roli nimada? Universitet talabalarga aynan shu IT muhitini yaratib beryapti. Avvalambor dasturlashni o'rganishda, ITni o'rganishda muhit juda katta rol o'ynaydi va talabalarga bu yerda yetarlicha imkoniyatlar mavjud. Aynan shu dasturlash ITni o'rganish uchun kerakli muhit, IT uchun kerakli laboratoriyalar, kompyuterlar, barcha texnik laboratoriya jihozlar barchasi yetarli deb hisoblayman. Birinchi kurs talabalari dasturlashni qayerdan boshlagani ma'qul? どんなところから Dasturlashni endi boshlayotgan barchaga beradigan bir xil maslahat bu dasturlash, ixtiyoriy bir dasturlash tilini sintaksisini birinchi navbatda o'rganib chiqish va dasturlash sohasida hech qachon qiynalmaslik uchun aynan shu sintaksni, ya'ni boshlang'ich basic sintaksni o'rgangandan keyin aynan dasturlash sohasida algoritmik bilimlarni rivojlantirishni maslahat beraman talabalarga va bu algoritmik bilimlarni rivojlantirgandan keyin keyinchalik har qanday dasturlash tiliga yoki har qanday murakkab dasturiy muhitlarga o'rganib keta oladi. Algoritmik fikrlash va amaliy dasturlash o'rtasidagi muvozanat qanday bo'lishi あ kerak? のバランスっていうのはどういうふうに取るべきなんでしょうか。 Algoritmik fikrlash va amaliy dasturlash orasida demak baribir albatta algoritmik fikrlash juda katta rol o'ynaydi. Sababi talaba dastlab unga oldiga qo'yilgan muammoga to'g'ri yechim topishi va u yechimni to'liq shakllantirish kerak. G'oyasini, ya'ni algoritmini shakllantirish kerak. Ya'ni algoritmik fikrlash deganda biz shu muammoga yechim topishni nazarda tutamiz. Amaliy dasturlashchi. Amaliy dasturlash bu topilgan algoritmni kompyuterdagi realizatsiyasini qilish. Va bu shuni anglatadiki, o'quvchi dasturni yoza olishi ham kerak, u to'g'ri fikrlay olishi ham kerak. Avvalambor algoritmni dasturlashga demak 60-70% ahamiyat qaratadigan bo'lsak, 30-40% amaliy dasturlashga ahamiyat qaratilishi kerak bo'ladi deb hisoblayman. Shunda dastur nafaqat bu algoritmik sohadagi musobaqalarda bu algoritmik sohada tegishli bo'lmagan dasturlarni yozishda ham yaxshi natijalarga erishish mumkin bo'ladi. Boshlovchilar qiladigan eng katta xato 一番陥りやすいミスというのはどんなものがありますでしょうか。 O'quvchilarda qiladigan eng katta xatosi ular tez natijaga erishishni xohlaydi va juda ko'pchiligi basic qismni o'rganish jarayonini o'ziga tez natija ko'ra olmaganning evaziga ularda motivatsiyasi tez pasayib, shu ko'proq motivatsiyaga qarab qolishgan ko'pchilik va shuning evaziga ko'pchilik yo'lda yarmidan tashlab ketish holatlari mavjud bo'ladi. Bunaqa holatlarni oldini olish uchun esa ularga aynan shu dasturlash sohasida intensiv o'rganib tezroq natijaga erishish tavsiya beriladi. ICPC musobaqasi haqida aytib bersangiz. ICPC っていう大会がどんなものか教えていただけますか。 ICPC bu Competitive Programming yo'nalishidagi talabalar o'rtasida bo'ladigan jamoaviy eng yuqori nufuzli musobaqa hisoblanadi. Dunyo bo'ylab o'tkaziladi. Xalqaro musobaqa va bu musobaqada juda ko'plab mamlakatlar ishtirok etishadi. 150 dan ortiq jamoalar ishtirok etadi final bosqichida. Va endi bu musobaqamiz Competitive Programming yo'nalishida edik. Endi o'zi qanday tashkil etiladi? Bu musobaqada demak talabalar oldiga 11 tadan 13 tagacha bo'lgan murakkab algoritmik matematik masalalar qo'yiladi va shu masalalarda barchasiga yechimni 5 soat ichida qilib topshirish kerak bo'ladi har bir jamoa. Bu musobaqada ishtirok etishda asosiy shartlari bu musobaqa jamoaviy va jamoada aynan 3 kishi ishtirok etadi. Bu 3 kishidan tashqari ro'yxatdan o'tishda 4-rezerv ishtirokchi ham qabul qilish mumkin, ammo ayni musobaqa jarayonida 3 kishi ishtirok etadi.
Hop, va musobaqa jarayonida talabalar 3 ta odam uchun bitta kompyuter beriladi. Bir kishi dastur yozayotgan vaqtda qolgan 2 kishi shu dasturni testlarini yoki bo'lmasam boshqa masalalarni algoritmni tuzayotgan bo'lishi kerak bo'ladi. Bunda kim eng ko'p masalani yechimini topsa, o'sha jamoa ustun hisoblanadi. Bundan tashqari bu musobaqada tezlik ham juda muhim rol o'ynaydi. Sababi bir xil sondagi masalalar ishlagan jamoalar o'rtasida kim tezroq ishlagan bo'lsa, o'sha jamoa yuqoriroq o'rinlarni egallab kelishadi musobaqada. ICPC'da taxminan nechta jamoa qatnashadi? どのぐらいの数のチームが参加するんでしょうか。 ICPC musobaqasida final bosqichini o'zida dunyodan 150 ta jamoa ishtirok etadi. ICPC musobaqasida O'zbekiston ancha faol ishtirok etadi. Ya'ni bu yerda 200 dan ortiq jamoa bitta musobaqadan o'zi, ya'ni O'zbekistonning ichki musobaqalarida qatnashadigan bo'lsa, bundan tashqari ya'ni ICPC ko'rinishdagi musobaqalar O'zbekistonning o'zida alohida boshqa musobaqalar ham tashkil etiladi, aynan shu ICPC yo'nalishidagi. Ya'ni bu shuni anglatadiki, O'zbekiston algoritmik yo'nalishga O'zbekistonda qiziqadigan yoshlar juda ko'p va aynan shu yo'nalishlar orqali bolalar o'zini o'rnini va yuqori turuvchi kompaniyalarda ish o'rinlarini izlab topishmoqda. Aynan shu musobaqalarda ishtirok etib o'z o'rnini topyapti. Bu musobaqa o'zimni shogirdlarim ham juda ko'plab ishtirok etishadi. Masalan, shu yilda o'zida 10 dan ortiq jamoada o'zim murabbiy bo'lganman. ICPC talabalarga qanday imkoniyatlar beradi? 学生にはどんなメリットがあるとお考えでしょうか。 ICPCda ishtirok etish uchun talabalar algoritmik ko'nikmalarga ega bo'lishadi va ICPCda ularning ishtiroki ularning shu algoritmik ko'nikmalarni qanchalik mustahkam ekanligini, yaxshi ekanligini anglatadi. Aynan shu musobaqaga ishtirok etish uchun ham ko'pchilik algoritmik ko'nikmalarni shakllantiradi va aynan shu algoritmik ko'nikmalari orqali yuqori fan kompaniyalaridan talabalarga takliflar kelib tushadi yoki bo'lmasam aynan taklif kelib tushmagan taqdirda ham talabalar o'zining natijasini intervyularda ko'rsatgan vaqtida shu natijasini ko'rgan holatda ularning algoritmik ko'nikmasi yaxshi ekanligini bilgan holatda juda ko'plab yuqori katta tashkilotlar ularni ishga qabul qilishadi. ICPC'ga tayyorlanishda nimalarga e'tibor berish kerak? 一番大事なことは何でしょうか。 ICPCga tayyorlanib kelish jarayonida eng muhim jihat bu talabalar muntazam onlayn musobaqalarda ishtirok etib kelish kerak. Bu nafaqat ishtirok etishi, har bir musobaqa tugaganidan so'ng shu musobaqa masalalarini qaytadan ishlab ko'rib, o'sha tahlil qilib chiqish kerak ustoz bilan birgalikda. Va aynan shu musobaqalarda ishtirok etib kelaverish jarayonida o'zlarida masalalarga vaqt ajratish ko'nikmalarini ham shakllantirib borish kerak. Sababi ba'zi bir masalalar bo'ladi, juda ko'plab vaqt olib qo'yadi, lekin uni qabul qildirish imkoni yo'q bo'lib qoladi. Shu sababli demak masalalarda ajratiladigan vaqt ham juda katta rol o'ynaydi musobaqa jarayonida. Qanday mashg'ulot rejasi eng samarali? 一番その効果のあるトレーニングっていうのは何でしょう。 ICPCga tayyorlanish jarayonida eng effektiv metod bu shu muntazam ravishda har kuni kamida bitta musobaqani tahlilini ko'rib chiqish, ya'ni tahlilini ko'rib chiqishdan oldin aynan shu musobaqada virtual tarzda ishtirok etib ko'rish kerak va uni tahlilini ko'rib chiqish kerak. Va albatta mavzularni ham qolib ketmasligi kerak. Ya'ni algoritmik ma'lum bir mavzular bor. Aynan shu mavzularni ustoz bilan birgalikda to'liq ko'rib, shu mavzularga oid musobaqalarda ham ishtirok etib turgani ma'qulroq. Jamoa bilan ishlashning ahamiyati qanday? 4人で1チームですけれど、そのチームワークの重要性についてはどのようにお考えでしょうか。
ICPCda jamoaviy ishtirok etish jarayonida jamoada kamida bitta amaliy dasturlashni juda yaxshi biladigan o'quvchi bo'lishi shart. Ya'ni u qilingan algoritmlarni to'liq kod ko'rinishida, ya'ni kompyuterda tiliga o'gira olish kerak va bu a'zolarda yana biri algoritmik ko'nikmalarda mustahkam bo'lishi kerak hamda va u masalalarga ko'proq yechim topa olish uchun albatta zarur bo'ladi va hamda jamoada yana bitta ishtirokchi bor, u ingliz tilini bilishi kerak. Sababi musobaqada har bir bosqichda faqat ingliz tilida masalalar beriladi va shu masalalarda demak tarjima qilib to'liq tushuna olish kerak. Albatta bu ko'nikmalarda barcha ishtirokchilarda bo'ladigan bo'lsa, bu musobaqada demak shu jamoani ustunligini anchagina keltirib chiqaradi. Tavsiya qilinadigan resurslar bormi? おすすめの勉強法みたいなのってありますか？ ICPCga tayyorlanish jarayonida demak talabalar tayyorlanish uchun hozirda juda ko'plab manbalar mavjud va bu manbalar asosan musobaqa masalalarini ishlash uchun mo'ljallangan va hamda aynan shu masalalarni ishlash uchun kerak bo'ladigan algoritmik ko'nikmalarni ham tushuntiradigan saytlar alohida mavjud. Misol uchun aytadigan bo'lsak, hozirda dasturchilar o'rtasida eng ko'p ishlatiladigani bu codeforces.com sayti hisoblanadi. Bu yerda xalqaro darajadagi grandmasterlar barcha ro'yxatdan o'tgan va shu yerda masalalar ishlab borishadi, o'zlarining masalalarini qo'yib borishadi va har hafta bu yerda onlayn musobaqalar tashkil etib borishadi. Ishtirokchilar, talabalar aynan shu musobaqalarda ishtirok etib borib, shu musobaqalarni masalalarni yechish usullarini ko'rib borib, shu usullar orqali to'liq o'z algoritmik ko'nikmalarini shakllantirib borishi mumkin bo'ladi. JDUda o'tkaziladigan IT musobaqalar haqida ma'lumot bersangiz. その IT の勉強について、ある機械ですとか長所なんかを教えていただけますか？ JDUda ITni o'rganish, demak bu universitet to'laqonli IT sohasiga yo'naltirilgan va shu sababli aynan IT muhit juda kuchli shakllantirilgan va har bir talaba IT sohasiga qiziqib, shu soha bo'yicha o'z bilimlarini oshirishga harakat qiladi. Demak, o'quvchilarda IT yo'nalishini o'rganishda eng katta ustunlik ham shu yerda, ya'ni muhit juda katta rol o'ynaydi buning uchun va bu yerda barcha muhit mavjud. IT klublar va IT sohasida tashkil etiladigan ichki musobaqalar mavjud bu yerda. Birinchi kurs talabalarga asosiy maslahat. に対して一つだけアドバイスを送るとしたらどんなものになりますか？ Beradigan maslahatim shunday iboratki, o'quvchilar o'rganishdan hech qachon to'xtamasin. Ya'ni IT sohasi shunday sohaki, o'rganishdan to'xtasang orqada qolish ehtimoling mavjud va shu sababli o'quvchilarga hech qachon o'rganishdan to'xtashni maslahat beraman. Ya'ni har doim o'rganishda bo'lgin. Har doim o'rganishda bo'lsang agar, bu albatta o'z natijasini beradi. ICPC'ni rivojlanish vositasi sifatida baholash mumkinmi? ICPC っていうのは勝つために出る大会ですけれども、それを成長の機会というふうに捉えるっていう見方はできると思われますか？ Albatta har bir musobaqada maqsad yutish hisoblanadi, ammo shuni unutmaslik kerakki, musobaqalar asosan o'quvchilarni rivojlantirish uchun mo'ljallangan. Ya'ni yutgan odam bitta bo'lsa-da, bu yerda ishtirok etgan barcha odam yutgan hisoblanadi aslida. Chunki u barchasi algoritmik ko'nikmalarni shakllantirib boradi. Bu yerda juda ko'plab do'stlar, tanishlar orttiradi musobaqalar jarayonida va o'zining kelajakdagi dasturlash sohasida ishlash ko'nikmalarini oshirib, shakllantirib boradi. Va yana shuni aytib o'tish kerakki, algoritmik ko'nikmalarga ega bo'lgan dasturchi bu barcha korxonalarda eng qimmat dasturchi hisoblanadi. Kuchli IT mutaxassisni shakllantiruvchi asosiy omil nima? ということに対して一番大事なことは何だと思われますか？
IT mutaxassis avvalambor ma'lum bir dasturlash tilini to'liq bilishi kerak va dasturlash texnologiyalarida ham o'zi juda yaxshi xabardor bo'lishi kerak. Va bundan tashqari uni algoritmik ko'nikmalari yaxshi shakllangan bo'lishi kerak. Va eng asosiysilardan biri bu IT mutaxassislar uchun jamoaviy ishlay olish ko'nikmalari bo'lishi kerak. Har qanday IT yuqori turuvchi IT produktlar jamoaviy shakllantiriladi, shu sababli jamoaviy ishlay olish kerak. Demak, Sunnatullo ustoz algoritm tarafdorimi yoki veb dasturlash tarafdorimi? 開発派ですか？ Algoritmlar. Shaxsiy o'qishni tanlaysizmi yoki jamoa bo'lib o'qishni? どっちを選びますか？ Jamoaviy o'rgangan albatta yaxshi. ICPC siz uchun stress bo'ladimi ストレス yoki ですか？それ motivatsiya ともモ bo'ladimi? チベーションになりますか？ ICPC men uchun motivatsiya. Iqtidor yoki mehnatdan qaysi biri ど muhimroq? ちらが重要だと思いますか？ Harakat talantni shakllantiradi. Sunnatullo ustoz, bugun ko'p savollarga javob berganingiz uchun 聞いてい rahmat. ただいてありがとうございました。キャッタラハメド。そして Bundan keyin ham judo talabalarga yordam berishingizni お願いい so'raymiz. たします。 Sizga ham taklif etganingiz uchun katta rahmat aytaman. はい。ではこれ Judo podkastini ham qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolamiz. また見てね。 Yana じゃ ko'rishguncha. あねー。